Hammaga assalomu alaykum. Bugun gorizontal, ya'ni YouTube formatdan 10-15 minutlik video, ya'ni vlog olmoqchiman. Islom sivilizatsiyasiga bormoqchimiz. Bormoqchi bo'lganlarga xudo xolasa manfaatli video bo'ladi. Albatta kamchiliklar bo'ladi. Menda professional kamera, mikrofon yo'q. Oldindan ming bor uzr so'rayman. Qani ketdi endi. Bugun video davomida hamrohim mana bu qiz 43 avtobus kutyapmiz. Mana ba'zi bir kishi aytgan, nima edi, tiptolanadi, imomga kirinadi. Biz Aytikit.uz ilovasidan bir kun avval 25 ming so'mdan bilet zakaz qilib qo'ygandik. Ma'lumot o'rnida 13 yoshdan 18 yoshgacha 25 ming so'm, 18 yoshdan kattalar uchun 60 ming. Sumka turish joyiga. Biz hozir очередda turibmiz. Qurloq uchun bizga unaqa narsa berdilar. Ro'chi mana bitta eshitilyapti ovozlar. Tushuntirib beryapti bizga. Men Abdulloh o'g'li Husayn, Abu Ali ibn Sinoman. Umrim boricha insonlar dardiga davo izladim. Toshli davrda yashayotgan insonlarni ko'rsatib bergan ekan. Bu kiyik bronza davrida yasalgan ekan. Suv, imom charxpalak. Qulf bo'lsa kerak qo'lga menimcha. Bu yoqda ham har xil narsalar bor. Bu ham tepadan ko'rinishi bo'lsa kerak shaharlarni. Oldingi taqimchoqlar shunaqa bo'lgan ekan. Kiyimlarni ko'rinishi, materiallar. Biz hozir hojatxonaga keldik. O'zi ham hojatxonasi lyuks. Ham tuxoratxonalari bor. Bu bo'limni qisqacha aytib beradigan bo'lsam, boshqa tangalar, taqimchoqmi yoki taqami bilmadim unaqa. Shaharni ustida yursa bo'lar ekan, prям. Shaftoli daraxti, ipak, paxta. Qara orqangga. Mamutga. Полный mamda sun'iy intellektda qilishgan. Zirami nima u? Короче, anaqa ziravorlar mamba. Kinolardagicha SSRskiy gilamlar. Tarozimida? Mamda ham gilamlar. Bu yoqda muzikalar. Shuncha yillardan beri olib qo'yganini qarang. Shunaqa yozdilar ekan. To'rtta xonaga kirgan bo'lsa, hammasi bir-biriga o'xshash. Vau! Shaxmat qaranglar, mana shu o'tirib o'ynasa takoy. Ana qaranglar. Mashallah. Mani eng qiziqtirayotgan narsa mana buni qaranglar. Inshaalloh haqiqiysiga borish nasib qilsin. Hozir universitet deymiz, mana shunaqa narsa. Bu yoqda har xil kitoblarni, saqlab qo'ygan kitoblarni ko'rsatib berishgan. Bu yaxshi ko'rgan joy. Hammasini qo'shmayman. Odatda hammasi bir xil. Qiziqlarini qo'shaman. O'tov. O'tov deyiladimi? Ma'lumot sizlarga o'tov. Katta kitob ham.
17 kilo ekan. Hammasi eng yaxshi hayot uchun, hammasi odamlar uchun. Chegaralarni ochamiz. Sizni vibe. Zo'r qo'shiqda. Gap yo'q. O'sha seni yaratganimi? Bugungi hozirgi video, endi keyingi video chorsu bo'ladi. Ko'rganinglardan xursandmiz.